hurmatli aziz mehmonlar, qadrli xonimlar va janoblar, sanoqli soniyalar ichida bugungi tantanamizning asosiy sababchilari, qirol va qirolichalar, malika-yu shahzodalari kelinlik hamda kuyovlik liboslarida davramizga tashrif buyurishadi. Shunday ekan, ularni munosib ravishda maxsus taronalar bilan kutib olamiz. Marhamat. To'ylar muborak, ey yavrujon, to'yona bo'lsin, buna sozlara yosh qo'sha qarib baxtli bo'lsin deganlar qarsinlatib qarsayni chalinglar. Bu kun ikki ko'ngil tutashda, oqila-yu oqil tutashda, jaranglaydi yor-yorlar kuyi, bo'ldi vafo sadoqat to'yi. Tutashdilar oltin halqalar, bir-biriga joni sadqalar. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, aka-ukalar, opa-singillar, qadrli xonimlar va janoblar. So'zimiz avvalida bugungi oqshomimizni qolaversa, unutilmas to'y dasturxonlarining ham o'zlarining dastlabki tabriklari bilan lutfan ochib berish maqsadida davramiz markaziga hurmatli aziz mehmonimizni, ya'niki Dilnozaxon opamizni mamnuniyat bilan taklif qilamiz va aynan ular tomonidan taqdim ettirilgan dastlabki tabriklar yordamida bugungi unutilmas to'y oqshomini qolaversa, yuqorida aytib o'tganimizdek, tantanavor to'y dasturxonlarini ham lutfan ochiq deya e'lon qilish daqiqalarida bo'lamiz, vaziyatlarida bo'lamiz, fursatlarida bo'lamiz. Marhamat, Dilnozaxon opamizni davramiz markaziga
sahnamiz markaziga mikrofonlarimiz qarshisiga hurmat bilan, ehtirom bilan, mamnuniyat bilan taklif qilmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugungi go'zal oqshomda yig'ilgan mehmonlar, barchangizga xush kelibsiz deymiz. Bugun Asadbekni va Farangizxonlarni nikoh to'ylari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Baxt qasriga qo'ygan qadamingiz ilohim poyqadamli bo'lsin. Xonadoningiz fayzli, barokatli xonadonlardan bo'lsin. Doim bir-biringizga sevib yashash nasib qilsin. Farzandlaringizni rohatini ko'rishlik nasib qilsin. Bugun chiroyli niyatda dasturxon yozib 2 yoshni visol oqshomlarini nishonlash uchun mana shuncha insonlar tashrif buyurishgan ekan. Barchalariga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Xudo xolasa mana shu 2 yoshni nimaiki orzu havas niyatlar bilan baxt qasriga qadam bosishgan bo'lsa, inshaalloh yaxshi chiroyli baxtlarini guvohi bo'lish mana shu yerda o'tirganlarga ham nasib qilsin. Inshaalloh keyingi yilda mana shu vaqtda beshik to'ylarida yoningizda turish mana shu yerdagi mehmonlarga ham nasib qilsin. Doim sog'lik, salomatlik tilaymiz. Ota-onalar ham mana shu farzandlarini baxt kamolini ko'rishlikni nasib qilsin. Hammalaringizga rahmat. Rahmat, minnatdorchilik izhor etamiz. Hurmatli azizlar, keling shirin didorimizni, go'zal oqshomimizning go'zal qahramonlari, demak avvalo o'zlari, ko'ngillari, ota-onalari, oq fotihalari bilan bugun o'zlariga, yulduzlari esa yulduzlariga mos kelib, go'zal oqshomimizni qiroli, qirolichasi, malikasi hamda shahzodasi bo'lib turgan hurmatli kelin va kuyovlarimiz Asliddinjon hamda Farangizxonlarga bitta gulduros qarsakiylar bilan baxt tilaysizlar. Marhamat. Rahmat, minnatdorchilik izhor etamiz. Ammo bu chalingan qarsaklar qarsak bo'lmadi, bu shunchaki chapay bo'lib qoldi. Biz nafaqat barcha ayollarimizdan, balki qo'llari taomlarimizdan bo'sh bo'lsa erkaklarimizdan ham iltimos qilamiz. Diqqatingiz markazida bugungi kunni asosiy qahramonlari, kelin kuyovlarimizni sha'nlariga, baxtlariga mos va xos ravishda bitta chiroyli chapay emas, gulduros qarsaklari chalib qo'yinglar, marhamat. Rahmat, salomat bo'linglar. Minnatdorchilik izhor etamiz. Qarsaklarni chalgan har bir mehmonlarimizni mana shunaqa chiroyli oqshomlarga yetkazsin. Ayni fursatlarda guvohi bo'lyapmizki, kelin kuyovlarimizning jonlarida niyat qilib baxtdan go'zal va muhtasham taxtlar yasatilgan. Aynan mana shu baxtdan yasatilgan ajoyib taxtlarimizga mahkam va mustahkam joylashib o'tirib olishlariga ularga ijozat beramiz, marhamat. Asliddinjon, Farangizxon, hurmatingiz uchun tashakkur. Bemalol baxt kurslaringizni egallab o'tirib olishingiz mumkin bo'ladi. Biz esa nafaqat fayzli kechamizni yuqorida aytib o'tganimizdek, dasturxonlarimizni ham lutfan ochiq deya e'lon qilamiz. Bemalol yoningizda bo'lgan noz-ne'matlardan tanovvul qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Zero bugungi oqshomimizga mezbonlik qilayotgan Ofarin restorani vakillari tomonidan dasturxonlarimizga dastlabki tansiq taomlarimiz ketma-ketligi ham birin-ketinlikda tortiq qilinish arafasida. Shunday ekan, biz vaziyatlardan, fursatlardan unumli foydalangan holda barcha aziz mehmonlarimizga yoqimli ishtahalar hamda yaxshi kayfiyatlar hamrohligini tilaymiz va ijozatingiz bilan oqshomning dastlabki musiqiy tabriklariga start berish arafasidamiz. Bugun chin ma'noda san'at bazmi bo'ladi, san'at bayrami bo'ladi, san'at kechasi bo'ladi. Sababi tantanamizni mezbon ijodkori shunchaki kuylamaydilar, shunchaki xonish qilmaydilar. Ular yurakdan kuylaydilar, ular yurakdan jonli ijroda xonish qiladilar. Yurakdan kuylanadigan qo'shiqlar esa shubhasiz yuraklarga yetib boradi. Vohada o'z o'rniga, o'z san'at yo'llariga ega bo'lgan, o'z darajalariga ega bo'lgan chin ma'nodagi serqirra ijodkor jonli ijrodagi qo'shiqlar kuychisi, xushovoz xonanda diqqat markazingizda G'olibjon Jamolov kuylaydilar. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Qadrli mehmonlar, mezbonlar, xush kelibsizlar. Yaxshi kunlar, to'ylar muborak bo'lsin. Kuyov bola baxtli bo'ling. Allohim bergan juftimdan ilohim qo'shaqar yuring. Haqiqiy yigitlar uchun bo'ladi, kuyovimiz jo'ralar uchun. Qarishimda maqtab oshim yeganlar, ortimdan pichog'im urmasa bo'ldi.
mayli mendan tonsin sizdek shoqollar. Alloh nazaridan qolmasam bo'ldi. Qarshimda maqtab boshim yeganlar, ortimdan pichog'im urmasa bo'ldi. Mayli mendan tonsin sizdek shoqollar. Alloh nazaridan qolmasam bo'ldi. Deydilar it xurar o'tadi karvon, lek karvon yo'lida tonmasa bo'ldi. Yiqilay qoqilay mayli bu zamon, Alloh nazaridan qolmasam bo'ldi. Yigitni noni doim ko'chada, ko'cha bolasi g'ich qolmas ko'chada. Shoqollar galasi qulasalar kechada. Alloh nazaridan qolmasam bo'ldi. Yigitni noni doim ko'chada, ko'cha bolasi g'ich qolmas ko'chada. Shoqollar galasi qulasalar kechada. Alloh nazaridan qolmasam bo'ldi. Ko'zlarin o'ynatgan mehal sanamlar, o'zicha farishta qo'shiq qalamlar. Yo'qlamay qolsa qilmas alamlar. Alloh nazaridan qolmasam bo'ldi. Ko'zlarin o'ynatgan mehal sanamlar, o'zicha farishta qo'shiq qalamlar. Yo'qlamay qolsa qilmas alamlar. Alloh nazaridan qolmasam bo'ldi. Yigitni noni doim ko'chada, ko'cha bolasi g'ich qolmas ko'chada. Shoqollar galasi qulasalar kechada. Alloh nazaridan qolmasam bo'ldi. Alloh nazaridan qolmasam bo'ldi. Allohning nazaridan qolmasam bo'ldi. O yüzüne çağım bile tanımadım. Yeri ravşan dil dikin tanımadım. Yeri ravşan dil dikin tanımadım. Kürgeli yüzün
Gülistanım közüm Zavq birla gül Lekin pur handaman Zavq birla gül Lekin pur handaman Seydas bir gelim Toptum can devleti payandama Hey Birdim bir yo'la yo'lingdami ishqingla to qiyomat zindaman ishqingla to qiyomat zindaman Jonni berdim bir yo'la yo'lingdami ishqingla to qiyomat zindaman ishqingla to qiyomat zindaman Senga can birla aşıkman variyim Seni gavra qayda sanman qaydaman Hey Çakan şauqi zaman sana husnila Hafzu biçar redek hangan bandaman Hafzu biçar redek hangan bandaman Sen çakan şauqi zaman sana husnila Hafzu biçar redek hangan bandaman Hafzu biçar redek hangan bandaman Kuyov bola javunchalik millioner bo'lmasaydi eng jononga yor bo'lmasangda oshib toshib bitib ketmasangda Xudo o'zi xor qilmasin bandasiga zor qilmasin banda bersa minnat bo'lar ekan bermas agar illat bo'lar ekan Xudo bersa ne'mat bo'lar ekan bermas agar hikmat bo'lar ekan Xudo o'zi xor qilmasin bandasiga zor qilmasin
do'stman deya kulib turasalar, jigarim deb oshim yesalar, do'stman deya kulib turasalar, jigarim deb oshim yesalar, sinovlarda yuzun bo'lsalar, Xudo o'zing har qilmagin. Boy bo'lib ketsa ko'ra olmaganlar, yo yo'g'ida bera olmaganlar, boy bo'lib ketsa ko'ra olmaganlar, yo yo'g'ida bera olmaganlar, hozir yiqiladi deb kutib turganlar. Xudo o'zi qor qilmasin, bandasiga zor qilmasin. Javonchalik boy bo'lmasangda, eng jononga yor bo'lmasang. Rahmat. Demak, o'zlarining dastlabki tinglashga monand bo'lgan sokin musiqiy taronalari bilan, jonli ijrodagi go'zal qo'shiqlari bilan bugungi tantanamizning mezbon ijodkori, yuqorida aytib o'tganimizdek, chin ma'nodagi xushovoz xonanda G'olibjon Jamolov boshchiligingizda bo'ldilar va albatta minnatdorchilik izhor etgan bo'lardiki, nafaqat xonandamizga, balki ushbu taronalarning musiqiy qismini bizga taqdim ettirishda ko'maklashgan sozandalar guruhiga ham alohida o'z tashakkurimizni izhor etamiz. Va albatta aytib o'tishimiz kerakki, bugungi to'y tantanasi haqiqatda boshidanoq chiroyli boshlandi. Davramizda ishtirok etayotgan hurmatli aziz mehmonlarimiz nomidan, ustozlarimiz nomidan aynan Maqsuda opa Badalvani mamnuniyat bilan davramiz markaziga taklif qilamiz. Hurmatli ustozimiz badiiy sahnamizning markaziga, mikrofonlarimiz qarshisiga tashrif buyuradilar va o'zlarini chiroyli niyatlarini, esda qolarli tilaklarini va samimiy tabriklarini to'g'ridan to'g'ri kelin-kuyovlarimizga va ularning oila a'zolariga ham yo'llab qo'yadilar, taqdim ettiradilar. Demak, Maqsudaxon opamizni davramizda ko'rishdan nihoyatda mamnun bo'lgan bo'lardik, xursand bo'lgan bo'lardik. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Mana shu chiroyli davrada o'tirgan mehmonlar, mezbonlar, hammalaringiz xush kelibsizlar. Mana bugun Asliddinjonni nikoh to'yi ekan. Ilohim kelin bilan qo'shsha qarisin, ser farzand, ser davlat bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, ota-onasi orzu qilgandek yaxshi oila boshlig'i bo'lib, ko'p yillar birga yashab, beshiy to'ylari ham kelaylik, ilohim baxtli bo'lishsin. Rahmat. Rahmat, minnatdorchilik izhor etamiz. Marhamat. Demak, davomiy uslubdagi tabriklar bo'lsa, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Keling, marhamat. Kuyovimizni ammajonlari ham davramizda ishtirok etishyapti. Xalqimizda yana bir naql bor, amma keldi, hamma keldi deyishadi. Shunday ekan, aynan ushbu naqlga ham amal qilgan holatda kuyovimiz ammajonlarini davramiz markaziga taklif qilamiz. Roziya xonamajonimiz badiiy sahnamiz markaziga keladilar va chiroyli niyatlarni davomiy uslubdagi, davomiy tartibdagi, davomiy tarkibdagi samimiy tilaklarni aynan kelin-kuyovlarimizga yo'llab qo'yadilar, taqdim ettiradilar. Roziya xonamajonimizni davramizda ko'rishdan nihoyatda mamnun bo'lamiz, xursand bo'lamiz. Sevgi bilan go'zaldir hayot, muhabbatsiz urmas bu yurak, ishq bu hijron, visol yo najot, muhabbat bu eng shirin ertak. Bugungi tantanamizning asosiy sababchilari, ya'niki kelin va kuyovlarimizning bir-birlariga bo'lgan sevgi va muhabbatlari abadiy bo'lishligini, davomiy bo'lishligini tilab qolamiz va ammajonimizdan ham yuqorida yo'llangan tabriklarning davomini hozir demak bir necha soniyalardan so'ng tinglaymiz. Barcha aziz mehmonlarimizni ko'z o'ngiligida, guvohligi ostida samimiy tabriklar davom etadi. Assalomu alaykum. Sizga ham to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz xudolar. Mana bugun jiyanimiz Asliddinjon va kelinimizni nikoh kechalari. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Asliddinjon tabriklayman. Avvalo kelinimizni, ukajonimni tabriklayman. Kelinlar bilan kelinimiz poyqadamli bo'lsin. Bularga qiz bo'lsin. O'zginasidan ko'payib yursin, ser farzand, ser davlat bo'lsin.
hovlilarimizni, ota hovlimizni nevaralarga to'ldirib yorsin. Faqat yaxshi tilayman. Dunyodagi hamma yaxshi tilaylarni shu kelayoshga tilayman. Kelasi yil qudalarimiz qo'sha oltin beshiklar olib kelishsin. To'yla ulashib ketaversin. Senga baxtdan taxt tilarman. Iqboldan boshingga toj, husn va mulkingga omonlik, toj va taxtingga rivoj. Sog' bo'linglar bolajonlarim. Rahmat akajon. Rahmat. Sizga ham tashakkur bildirgan bo'lardik. Minnatdorchilik izhor etamiz. Chiroyli tabriklar o'zingizga ham hamroh bo'lsin, yo'ldosh bo'lsin. Rahmat. Ana endi aziz do'stlar, mana shunaqa yuqori kayfiyatlar bilan tilaklar qismini davom ettirgan bo'lardik va endilikda aynan kuyovimizni onajonlarini dugonajonlari ham deyarli to'liq tarkibda davramizda ishtirok etishyapti. Shunday ekan, kuyovimizni onajonlarini aziz dugonajonlari nomidan Dilrabo opamizni ham davramiz markaziga taklif qilgan bo'lardik. Ulardan ham chiroyli niyatlarni tinglab bo'lganimizdan so'ng demak, uzoq kutilgan daqiqalarga, uzoq kutilgan vaziyatlarga, ya'niki oqshomimizning musiqiy soniyalariga yana bir bora yuzlanish arafasida bo'lamiz. Undan avval esa aynan yuqorida ismlari ta'kidlab o'tilgan aziz mehmonimiz davramizning markaziy qismiga tashrif buyuradilar. Kuyovimizning onajonlarini aziz dugonajonlari nomidan Dilrabo opamizni davramizga chorlamoqdamiz, taklif qilmoqdamiz. Ba'zan ko'p topdim deb, ba'zan esa kam. Mol davlat ishqida ko'z bo'lmasin nam. G'am chekkan odamga eng oliy malham, oilasi tinch bo'lsin mustahkam. Bunday baxt topganga omadlar yordir. Mustahkam oilada kelajak bordir. Agar ayol bo'lsa oilaning baxti, oila tik, poch bo'lsa erkakning ahdi, farzandlarda bo'lsa ajdodlar shaxta, qo'rg'onida qurmagay tarix daraxta. Bunday baxt topganga omadlar yordir. Mustahkam oilada kelajak bordir. Albatta mana shu kelin-kuyovlarimizni kelajakda qurilajak oilalari ham mustahkam oilalardan biri bo'lishligini tilab qolamiz, istab qolamiz. Dilrabo opamizni biz davramiz markaziga hamon taklif qilmoqdamiz va iltimos qilgan bo'lardikki, barcha aziz mehmonlarimizni uzoq turmagan holatda badiiy sahnamiz markaziga tashrif buyursalar va samimiy niyatlarini davomiy uslubda taqdim etsalar, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Ana undan so'ng esa oqshomimizning mezbon ijodkorlariga yana bir bora yuzlangan holda ulardan raqsinkor qo'shiqlar davomiyligini ham tinglash baxtiga musharraf bo'lamiz. Hozir esa aziz mehmonimiz davramiz markaziga tashrif buyurmoqdalar, kelmoqdalar va chiroyli niyatlarini taqdim ettirishga shay holdalar. Nazarimizda marhamat. Davramiz qatnashchilari, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, hammalaringiz mana shu Mohra dugonamni to'yiga, o'g'illarini nikoh to'ylariga xush kelibsizlar. Hammalaringiz sog' bo'linglar. Yoshlar baxtli bo'lsin, Asijon baxtli bo'lgin, o'g'lim. Qo'shganing bilan qo'sha qarib, baxtli, taxtli, saodatli bo'lgin. Bu yil nasib bo'lsa, 5 yil to'ylariga Allohim nasib aylasin. Hammalaringiz xush kelibsizlar, rahmat. To'g'riga qarab gapiravering, to'g'riga. Asijon, senga baxt tilayman, baxtdan toj va taxt tilayman. Bir umrga salomatlik, ham chinor umrin tilayman. Baxtli bo'linglar. Rahmat. Sizlarga ham minnatdorchilik izhor etamiz. Demak, dugonajonlar nomidan chiroyli tabriklar bo'ldi va albatta samimiy niyatlar uchun, ajoyib hadiyalar uchun ham tashakkur izhor etgan holatda tantanamizni chiroyli musiqiy taronalar bilan yana bir bora davom ettirish arafasidamiz. Asliddinjon aka, kayfiyatlar qalay? Zo'rmi? Hamisha mana shunaqa zo'r bo'lsin. Baxtli bo'ling aka. Baxtingizga ko'z tegmasin. Kelajak hayotingizga hech qachon yomon so'zlar tegmasin. Yana bir bora o'z baxt kursularinglarni egallab olishinglar mumkin bo'ladi. Bemalol o'tirib olishinglar mumkin bo'ladi. Biz esa chiroyli musiqiy taronalarni, qolaversa, go'zal yalalar fursatlarini yana bir bor boshlash arafasidamiz. Bugunni sog'ingan, bugunni kutgan barcha davramiz mehmonlarini endiga yangraydigan sho'x taronalarga, go'zal yalalarga, ajoyib raqslarga taklif qilamiz va sizlar uchun o'zlarining yuqori temperamentdagi, boy repertuardagi raqsinkor taronalari bilan yana bir bor G'olibjon Jamolov kuylaydilar. Marhamat. Aylanib qadrga kelamiz birga yoningdan ketgim kelmas vayta cho'milib san'atriga ayladik mening yuraginimga ishni joyladik ayladik sarmast ayladik mening yuraginimga ishni
tenki yo'q endi salobatim yo'q Doğruman yurishimda Voydat ko'ylagingni yengi yo'q Mast ayladik, sarmast ayladik Mening yuraginimga ushbu joyladik Voy mast ayladik, sarmast ayladik Mening yuraginimga ushbu joyladik Yanaqlaring qip-qizil, dudaqlaring qip-qizil Jinni qilasan vaydat, saling saf qilib sizil Yanaqlaring qip-qizil, dudaqlaring qip-qizil Jinni qilasan vaydat, saling saf qilib sizil Mast ayladik, sarmast ayladik Mening yuraginimga ishni joyladik Voy mast ayladik, sarmast ayladik Mening yuraginimga ishni joyladik Sen beni senden öpsüyortuzga Aynananaya Sevgili bulup Oy yondilarken bu güzel duygup İsteyiz öpüp düzülanıyor içki Sen beni senden öpsüyortuzga Simpatичная тебе соткамызым Он geçak yoktu oynatma gözüm Нежная моя королева прекрасная Мен сымастан зар кылмайсың Aynananaya Тебя люблю Ой, он далекам кызатыйым Стоит кып-кызыл алёночка Sen beni senden öpsüyortuzga Aynananaya Тебя люблю Ой, он далекам кызатыйым Стоит kıpkızıl alyonik Sen beni senden öpsüyortuzga Can şeker kamer handoni şeker Atri guli yori zaboni şeker Can şeker kamer handoni şeker Atri guli yori zaboni şeker Lablabi tamori tamori şirin Atri guli yori zaboni şeker Atri guli yori zaboni şeker Soy şirin fandina bokeşi Lablabi bolmofi taboleşi Soy şirin fandina bokeşi Lablabi bolmofi taboleşi
kuş Kanat yasam sağlı kuş Davra götüş davra götüş Kanat yasam sağlı kuş Avıyla gelir bana kuş Aslı can tüylerge Avıyla gelir bana kuş Aslı can tüylerge Ana çok boy Ana çok boy Ana yüz kalamarı da Ana yüz kalamarı da Sağlık almışlarım Ey badi damar falakça Bana parayalım Atıncılı kıyma burekçe Sormasa kavli dilber Bana mesrime sürekçe Uçudan düşmem Kurtu kurtuş yekçe Söyle bana senem Kânesi var yâressen Ala göz boyumu Ara göz boyumu Ala göz kalamarı da Ara göz kalamarı Ala göz boyumu Ara göz boyumu Ara göz kalamarı da Ara göz kalamarı
симпатичная, осанка аристократичная, талантливая и тактичная, умеет классно рисовать, но вот беда, характер непростой. День ото дня каприза очередной. Ой, никак я не могу ее понять. Мне так и хочется сказать: девочка, стоп, не надо путать шелохов, сон борода, под окнами твоими серенада звучит от сердца моего. Девочка, стоп, не надо, покажи мне, я парень, то, что надо. Хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. Я не думал, да и не гадал, легко влюбился, сам не ожидал. Она явилась снегом в жаркий день, с тех пор я словно ее тень. Но вот беда, характер непростой. День ото дня каприза очередной. Ой-ой, никак я не могу ее понять. Мне так и хочется сказать: девочка, стоп, не надо путать шелохов, сон борода, под окнами твоими серенада звучит от сердца моего. Девочка, стоп, не надо, покажи мне, я парень, то, что надо. Хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. Девочка, стоп, не надо путать шелохов, сон борода, под окнами твоими серенада звучит от сердца моего. Девочка, стоп, не надо, покажи мне, я парень, то, что надо. Хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. Akajom doftari hamsoya kalonak shudaye, ina razvedka bagel kivayta konak shudaye. Akajom doftari hamsoya kalonak shudaye, ina razvedka bagel kivayta konak shudaye. Kenceyi ham soyadorim, oyat bodi dar dilam tur soyadorim. Man kishti kenceyi ham soyadorim. Akajonam shuno ki ba me'tibor, do'stari ham soyaroq oshiqash bisyor. Akajon do'stari ham soya kalonak shuday, ina razvedka bagel kivayta konak shuday. Akajon do'stari ham soya kalonak shuday, ina razvedka bagel kivayta konak shuday. Akajom doftari hamsoya kalonak shuday, ina razvedka bagel kivayta konak shuday. Akajom doftari hamsoya kalonak shuday, ina razvedka bagel kivayta konak shuday. Sachlarini ko'rsatmadi ro'monlar tabib. Dardim suvga aytsam ketdi quvvati. Ko'chalarga suv sepadi o'tganimda, olmayapti xatlarimni tutganimda, meni tashlab ketma seni kutganimda. Gelsa gelsin, yarım gelsin, alma berib beraydim canım gelsin. Gelsa gelsin, balım gelsin, içme bilen nazlanıp kulüm gelsin. Gelsa gelsin,
Gelse gelsin, balım gelsin, işvağlar nazlanıp gülüm gelsin. Koşmamdan itti balaman, tuttu balsam küçü balaman. Arı bulup küçü balaman, kapılarından çattı balaman. Ulaştılar göklerimiz, tutuştular kalplerimiz. Gitsen gidi bağrın yapır bassan gidi yan, sürüşerdi laflarımız. Gelse gelsin, yarım gelsin, alma dirip bireydim canım gelsin. Gelse gelsin, balım gelsin, işvağlar nazlanıp gülüm gelsin. Gelse gelsin, yarım gelsin, alma dirip bireydim canım gelsin. Gelse gelsin, balım gelsin, işvağlar nazlanıp gülüm gelsin. Kızarına hayallerden, saçları kandardır şamallerden. Yüzü kızargan, yalgandan, yürekçinem azaplardan. Boyda, 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 neyseler açıldım ben onun boyda. Zarasa oynatma sadrının tuyda, sözlerim çekmeydi muhabbet çuyda. Malahat, malahat, men getirme gün canahat, yüreğimle davası malahat. Çekmeydi muhabbet çuyda. Malahat, malahat, men getirme gün canahat, yüreğimle davası malahat. Anacanlarımız şu merhaba. Analarning eng go'zali mana onam, ko'zga suray izlarini jonim onam, jonim onam. Analarning eng go'zali mana onam, ko'zga suray izlarini jonim onam, jonim onam. So'zlaridir donaginam, ipkayu bir donaginam, so'zlaridir donaginam, yakkayu bir donaginam. Boshimda parvonaginam, jonim onam, jonim onam. Boshimda parvonaginam, jonim onam, jonim onam. Onalarning mehriboni mana onam, kızlarida mehri bor jonim onam, jonim onam. Onalarning mehriboni mana onam, kızlarida mehri bor jonim onam, jonim onam. Dua bilan siylaganım, sira azor bermaganim. Dua bilan siylaganım, sira azor bermaganim. Bizlar uchun kecha kunduz oromnima bilmaganim. Bizlar uchun kecha kunduz oromnima bilmaganim. Onalarning eng yaxshisi mana onam, farzandlaringiz baxtisiz jonim onam, jonim onam. Onalarning eng yaxshisi mana onam, farzandlaringiz baxtisiz jonim onam, jonim onam. Başımdaki taç ki alenge yanadın kıraç. Devlet başımdaki taç ki alenge yanadın kıraç. Feristediyek yanadın kılaç. Dairelere de oynasın anam. Feristediyek
جان حاجی بابا
onajonlarimiz gullar bor ekan, yana keyin davom etamiz. Marhamat. Do'stlar, kelaveramiz. Bravo. Yana bir bora minnatdorchilik izhor etamiz G'olibjon aka Jamolov eng yorqin musiqiy taronalar ketma-ketligi. Qolaversa raqsinkor qo'shiqlar taqdim etildi mutlaqo me'yorida hamda maromida desak aslo yanglishmagan bo'lamiz va albatta biz mana shunaqa yuqori kayfiyatlarda davom etgan bo'lardik. Hurmatli xonandamiz aytib o'tganlaridek, bugungi oqshomni chiroyli marosimlar bilan davom ettirish arafasidamiz. Ya'niki kelin va kuyovlarimizni Volidayn muhtaramalari, aziz onajonlarini davramizning markaziy qismiga birgalikda tashrif buyurishlarini iltimos qilgan bo'lar edik. Hurmatli onajonlarimiz, Mohiraxon onajonimiz, hurmatli qudalari, Dildoraxon onajonimiz bilan birgalikda davramiz markaziga tashrif buyuradilar va ikkala onajonlarimizdan farzandlariga atalgan go'zal niyatlarini, yuraklarini, qalblarini tub-tubidan chiqargan muhimi eng tabiiy tabriklarini, eng qaynoq niyatlarini guvohi bo'lamiz. Qolaversa, barcha aziz mehmonlarimiz bilan birgalikda tinglash baxtiga musharraf bo'lamiz. Demak, Mohiraxon onajonimizni qudalari Dildora opamiz bilan birgalikda davramizga kelishlarini iltimos qilmoqdamiz. Zeroki onajonlarimiz ishtiroklaridagi chiroyli marosimlar ham bizni sanoqli daqiqalar ichida qarshi olish arafasida bo'ladi. Farzandlar o'stirgan, niyatlari oq. Bir umr mehnatda qo'llari qadoq. 60 ga kirmasdan sochlarida oq. Otangni sevmasang, kimni sevasan? Barcha bolasini birdayin suygan, saharda non yopib qo'llari kuygan, yeb turgan oshini senga ilingan, onangni sevmasang, kimni sevasan deyishadi. Bugungi tantanamizni eng asosiy mezbonlari, eng asosiy insonlari, bugungi tantanamiz qirolichalari, hurmatli onajonlarimiz davramiz markaziga tashrif buyurishdi. Assalomu alaykum. Avvalo to'ylar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Mening shuhratimdan mastdir bu dunyo, onajonimning poylaridan pastdir bu dunyo deyishadi. Mana shunaqa go'zal onlarda ham eng quvonchli, qolaversa eng hayajonli daqiqalarni boshdan kechirayotgan insonlarimiz bu onajonlarimizdir. Farzandlaringiz uchun chiroyli niyatlarni ikki og'iz tarzda yo'llab qo'yamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Mana shu Asliddinjon, kelinim qarangiz hollarni baxtli, saodatli bo'lsin. Nima niyat qilgansa Allohim niyatlariga yetsinlar. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, bu yil nasib bo'lsa beshik to'ylarga kelinglar. Rahmat siz berganingiz uchun. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugungi kechamizning sababchisi qizimiz Farangizxonning va kuyovimiz Asliddinjonlarning nikoh kechasiga yig'ilgan ekanmiz. Avvalom hammalaringizga rahmat. Bolalarimiz baxtli bo'lishsin. So'z berganingiz uchun rahmat. Rahmat. Ana endi davramizni tark etmay turasizlar. Bevosita sizlarning ishtirokinglarda chiroyli marosimlar sanoqli daqiqalar ichida boshlanadi. Bilasizmi, agarda kimda kim hayotdan o'ziga ma'no izlasa, bitta zo'r yechimi bor ekan. Ma'no so'zini bitta qog'ozga yozib, uni teskarisiga o'qib ko'rsak, onam so'zi kelib chiqadi. Hayotimizning ma'nosi bo'lgan, hayotimizga ma'no beradigan onajonlarimiz doimo baxtimizga sog' va salomat bo'lsinlar deymiz. Biz sizlar bilan niyat qilamiz. Nasib etsa, kelin-kuyovlarimizni yaqin kelajakda farzand to'ylarida yaxshi niyatda taklif qilsanglar, ishtirok etishlik bizga, qolaversa, xonandalarimizga nasib etsin. Yana bir bora oqshom muborak, to'ylar muborak bo'lsin. Ana endi kelin-kuyovlarimiz o'z taxtiravonlaridan tushgan holda volidayn muhtaramalari tomon yuzlanishadi hamda onajonlarimizni madh etadigan maxsus taronalar og'ushi ostida onajonlariga chiroyli hadyalarini taqdim qilishadi. Marhamat. G'olibjon Jamolov ijrosida jonli ijroda go'zal musiqiy tarona onajonlarimiz uchun marhamat. Dardlaringiz to'kib soching yayrasin dil, armonlarga to'lmasin hech ko'ngil. Omadimni hadiya etdi qarang taqdir, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Ko'zlarimiz dardli yoshga to'lgan edi, dilda tashvish jonimizdan o'tgan edi. Yurak sho'rlik barchasiga ko'ngan edi, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Hammasi borligingiz ona,
xasta bo'lmang onam, onam. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Armonlarni eshigida zorlanishlar, muammolar girdobida xurlanishlar. Ko'rib qo'ysin ko'ksim tutgan shum tanishlar. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona, ko'kni tutib ketar edi nidoyingiz. Ajinlarga yashiringan chiroyingiz, ijobatin topib barcha duoyingiz. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Kuyovjo'rlar birgalikda. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Ajoyib. Demak, kelin-kuyovlarimiz o'z onajonlari bilan birgalikda bugungi oqshomni tarix zarvaraqlaridan muhrlash maqsadida esdalik uchun fotosessiya jarayonlarini o'tkazib olishadi. Albatta, ushbu suratlar to'y albomining oldi sahifalaridan joy egallaydi degan umiddamiz. Marhamat. Va albatta fotosessiya jarayonlaridan so'ng ularni o'z taxtiravonlari tomon takroran taklif qilgan bo'lardik. Yarim oqshom quchib bola beshigini, ona qalbi bo'linadi dunyolarga. Farishtalar oching jannat eshigini, to tonggacha alla aytgan onalarga. Onalarni ranjitganni bag'rin tiling, tunisiz deb bedor o'tgan qadrin biling. Qadni bukib poyin o'pib ta'zim qiling, to tonggacha alla aytgan onalarga. Tun kechalar hamma uxlab yotgan palla, ona bedor bolasiga aytar alla. Qo'lingizdan kelsa siz ham ayting yalla, to tonggacha alla aytgan onalarga. Jon kuydirib, oqizib dil qoningizni, xizmatida o'tkazing har oningizni. Qo'llariga tutqazinglar joningizni, to tonggacha alla aytgan onalarga. Ona bo'lish har ayolga nasib etsin. Uxla jonim bolam deya alla aytsin. Achchiq so'zni aytsang tiling kuyib ketsin. To tonggacha alla aytgan onalarga. Onajonlarimizga yana bir bora bugungi oqshom chin qalbdan muborak bo'lishligini takroran tilab qolamiz va kelin-kuyovlarimizga yana bir bora bitmas tuganmas baxtlar hamrohligini tilaymiz. Ayni fursatlarda esa sanoqli daqiqalar, sanoqli soniyalar, sanoqli lahzalardan so'ng go'zal marosimlar ketma-ketligi davom ettirilishi arafasida bo'ladi.